Assalomu alaykum. Uchko'prik tumani aziz insonlari, Bolajon sport kompleksiga mana haqiqiy o'z nomishi sport rivojlanishi o'z hisobidan zallar qurgan Bolajon sport markazi rahbariga, Sherxon akaga, Beshaxonbekka nomlari Farg'onada yangi karate assotsiatsiyasi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Sportga va shunchalik muhtaram prezidentimiz e'tibor beryapti. Mana shunday tadbirkorlar qurib, mana shu zallarga kelganlarga rahmat aytamiz. Sportga degan ta'limga qilingan sarmoya eng zo'r investitsiya va shuncha vatanimizni, yurtimizni, xalqimizni farzandlarini sog'lom o'sishiga, barkamol inson bo'lib yetishishiga mana Sherxon akaga katta minnatdorchilik bildiramiz. Barcha murabbiylar nomidan va mana shu kechasi xizmat qilib kelayotgan xalqaro to'yxonadagi hakam, Qorabelbog' ikkinchidan sohibi Hamdamjon ustozga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bu ukamizdan juda karatega 20 yildan oshiq xizmat qilgan. Yaqinda eshitishga xursand bo'ldim. Mana rahbariyatlar ishlayapti. Xalq ta'limi bo'limida. Juda ham karatega qattiq xizmat qilgan fidoyi yigit bo'ladi. Mana ustozga ham va Sherxon akaga ham va o'g'liga ham qarshi olib qo'yamiz.